Man hech qachon yakuniy tanlovdan o'tmaganman. Yakuniy tanlovdanmi? Butalar o'sadigan tog' etosmi? Xuddi shu. O'sha yili oila a'zolari iblislar tomonidan o'ldirib ketilgan bir bola bilan tanlovda qatnashdim. Uning ismi Sabito edi. Suv ustuni bo'lishga loyiq emasman. Hattoki boshqa ustunlar bilan bir qatorda turishga ham arzimayman. Men ular kabi emasman. Maxsus belgini chiqazolmayman. Balkim Sabito uddalay olgan bo'lardi. Endi meni tinch qo'y. Vaqtimi behuda sarflama.